Maktabni bitirayotgan uka va singillarim, sizlarga yagona akalik maslahatim, o'qinglar, odam bo'lasizlar. O'zidan ko'cha yasab olganlarga e'tibor qilmang. Yoshingiz 30 ga borganida kim aslida kimligini vaqtning o'zi ko'rsatib qo'yadi. Ana o'shanda o'zidan katta bola yasab olganlarning bu hayotda hech narsani qo'lga kirita olmasdan yosh bolalardek yig'layotganligiga guvoh bo'lasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bachkanalik qilib, mashhurlikka erishib soqqa qilayotganlardan motivatsiya olmang. Ular na davlatga va na jamiyatga bir tiyinlik naf keltirmaydi. Ishoning menga, bunaqalar yaqin 10 yillikdan nom nishonsiz yo'q bo'lib ketadi. Bu vatanning kelajagi va mustaqilligi sizning qo'lingizda. Yo siz o'qib bu vatanni obod qilasiz, yo vaqtinchalik kayfga berilib qaram qilasiz. Shuni unutmanglar. 30 yoshgacha olingan ilm eng barakali ilmdir. Undan keyin hayot tashvishlari, oila, bola-chaqa, xullas ilm olishga tayinli vaqtingiz ham bo'lmaydi. Shuning uchun ilm olishning eng gullagan bahori aynan hozir. Kech kuzakda urug' qadab hosil ola olmasdan qiynalib qolmang. Sizlarga eng oxirgi so'zim shu. O'qigin. Xo'pmi? Odam bo'lasan. Mana meni aytdi dersan.